Xush kelibsiz, yaxshi yigit. Ha, rahmat. Bu kiyimingizda kecha ham yuruvdingiz. Mana buni kiyib olib qoling. Ne, yarashmaganmi? Men buni tayyorlab qo'ydim. Xo'p. Suv yaxshimi? Ha, zo'r ekan. Mendan rozimisiz? Haqqingizni ado eta olmaymanmi? Roziman. Ne, rozi bo'lmas ekanman. Roziman albatta. Adasi, oynaga borib keladigandim. 2 oy bo'ldi bormaganimga. Lishniy rasmga tushirmay turgin mana iltimos. Hozir borishing shart emas oyingni ko'rgani. Sendan boshqa farzandlari ham bor ko'rib kelib turibdi. Bor uydagi ish qilgan. Mana choyingiz, hozir ovqat sizaman. Ne ilm? Xolodilnikka qo'ymamiding? Ulgurmanmi? Qonunga tegdi mana shunaqa gap so'zlaring bor. Uyda o'tirgan ayol bo'lsang, ko'chada ishlamasang, olib xolodilnikka qo'yib qo'ysang nima qiladi? Hop, uzr. O'sha qaytarilmaydi. Uzr. Bor muzday suv olib kel. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Ha, tinchlik. Shokolad bilan mojito qani? Esimdan chiqib ketibdi. O'zing ham eslatmabsan kelayotganimni. Erta olib kelaman. Mancha. Mani roziligimcha.